Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun siz bilan uyda cho'zma lag'mon tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdik, ishimizni boshladik. Avvalambor qiladigan ishimiz sabzavotlarimizni artib tozalab olamiz. Mana obunachilarimiz sabzavotlarimizni archib tozalab oldik. Endi uni birin-ketin maydalab olamiz. Chiroyli qilib sabzavotlarimizni to'g'rab oldik. Endi qozonni yoniga qarab ketdik. Qizib turgan qozonimizga bitta cho'mishda yog' solib olamiz. Mana yog'imizni qizdirib, go'shtimizni solib qovurib olamiz. Go'shtimiz qovurilyapti. Endi bunga 4-5 dona sarimsoq piyozimizni ham solib qovurib olamiz go'shtimizga. Mana 5 daqiqa qovuramizda piyoz va bolgarskilarimizni solamiz. Endi bu go'shtimizga piyoz, mana bolgarski va mayda qilib to'g'ralgan qizil sabzini ham solib yaxshilab qovurib olamiz. Bitta qoshiqchada tuz solib olamiz. Barcha masalliqlarimizni mana shunday ko'rinishda yaxshilab 20 minut davomida qovurib olamiz. Endi kartoshka, maydalab to'g'ralgan kartoshka va suvligina pomidorimizni solamiz to'g'rab. Buni ham pomidorimizni suvlari chiqib, ezilib ketguncha qovurib olamiz. Qoshiqcha qizil bolgarskiy ezilganini ham solib olamiz. Ovqatimiz rangi juda ham chiroyli va mazasi shirin bo'ladi. Va qovurishda davom etamiz. Ovqatimiz qovurildi. Endi ozroq ziravor 2 dona lavr barigi va 1 qoshiqcha un solamizda bir aylantirib qovurib olamiz. Mana shu ko'rinishda bo'ldi, chiroyli bo'lib qovurilib. Endi ovqatimizga suvimizni solib olamiz. Mana suvimizni solib oldik. Masallig'i botadigan bo'lguncha suv solamizda past olovda 1 soat qaynatamiz. Mana zirvagimiz tayyor bo'ldi. Mana ichidagi sabzavotlarimiz chiroyli bo'lib pishib qaynayapti. Endi bu zirvak tayyor bo'lguncha tovog'ida muzday suvga 1 qoshiqcha tuz solamizda qaynatishga gazimizga qo'yamiz. Mana shu suvimiz qaynab chiqqandan keyin lag'monlarimizni birin-ketin tashlab olamiz shu suvimizga. Mana obunachilarimiz, ovqatimiz tayyor. Chiroyli qilib ta'm berish uchun, yanada chiroy berish uchun ko'katlar to'g'rab oldim. Mana lag'monimiz ham tayyor bo'ldi. Bemalol uyda tayyorlab ko'rishingiz mumkin.